Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetlik görürmenler. Bütün dünyadaki aziz kıyırındaşlarımız. Qalbdan Qalbga namlıq programımızın 28. saniylik görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli görürmenlerimiz, mana bu mübarek uluq ayının bu uluq ay bilan xoşlaşış harpısı durupdimiz. Heşbeş tügüce bu aymu o veya bu şekilde vatanimizdeki facialarını hem körüp biz muhacirette erkin ibadetlerimizin, rozlarımızın tutalığın olsak, vatanimizdeki halkımızdaki puçulnuvatkan, ula tatıvatkan azapni esligen asasta kalbimizden bir yerleri açık şekilde bu mübarek ayını bilen hoşluş aldı duruptuk. Şundak tez ötüp gitti. Ve her günü biz Ramazan'dan 5'den başlayıp kolda ilgirki yıllarda gidekler. Milletimiz içinde köz görüngen alimlerimizi teklif kılıp günümüzge xilma-xil şu her bir günümüzge farklı mezmunda özümüzni texinbek Allah'a yıkıllaştırış için her xil temalarni ustazlar sunup kelyapti. Allah subhanahu ve taala bu mübarek ayda kılgan barlıq amellerimizni dergahida qabul qılıp mana şu sanaqlıq kunlar qalgan şu mezgillarda cehennemden sanaqsız bendelerini Allah azat kılıdığan şu mübarek uluq en ahirki saatlerde kaldık hazır. Şu azat kılınğanlarının cümlesinden kılışını Allah'tan tüvencik bilen sorayımız. Tünügümüz ilanımızı beğendik bir gün intayın muhim bir tema elbette. Mukaddes bağ, nikah diyen temada toxtulduğalığımızı ilan beğendik. Bugünkü programımızın aziz mihmini hemen tanışık boğan ilgir nurgun qatim programlarımızda huzurunlarda boğan ustazlarımızdan Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Tədqiqat Bölümü Reisi Müdiri hürmetlik Muhammed Yusuf Qaracımı teklif olduk. Kıymetli vaktin çıkarıp kadem taşırıp kılğanlıq için köpten rahmet ederiz. Allah razı olsun. Qadirli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık tarıqlıvatıdı. Ekranalda çıkıp duruyatkan numarımız şunaqla ictimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık. Programımızga alaqadar har qandaq pikir teklif bolsa, berişinlarni, suallarınlar bolsa, soruşunlarni ümit qilamiz. Şundaqla köpligen qeyrindaşlarımızdan faydalanış üçün hem bahirlap qoyuşni hem unutmagaysizlar. Elbette qadirli görürmelerimiz elandın muqaddas bağ, nikah degan temani elbette Ramazan aylarida to'xtalgan xilma-xil temalarimizning ichida belki biraz nima uchun bu temani to'xtalishga o'ylashib qoldik deganda shu yaqindan buyon hali köp quluqimizga u yoq bu yoqdan kirib o'tdi. Mayli Turkiyada bo'lsin yoki boshqa yerda bo'lsin. Shu yoshlarımızın to'y qilish, o'yilinish masalalarida nurg'un masalalarning o'tirg'i chiqayotganligi. Mayli u Turkiyadagi yoki boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi iqtisodiy masalalar sababli bo'lsin. Hatto to'y qilib bo'lgan yoshlarımızın nurg'unlariniki qisqa vaqt ichida ajrashish masalalarini o'tirg'i chiqayotganligi, iqtisodiy yoki boshqa masalalar tufayli. Demek bu bizdek muhacirette özünü saklap qilish üçün bütün gücü bilen tirişiyotgan bir milletke nispeten bir ailenin mustahkem parçalanmasından tutup duruluşu, bu milletinin devam qilish üçün vatanimizin kelgusi üçün intayın muhim bir mesele. Şunun üçün bu meseleni vaxtimiz yetgence toxtalışqa tirişimiz inşallah. Ustaz bivasita kirib ketsek programımızın içine. Aldı bilen elbette vaxtimizni yetkizishga bütün gücümüz bilen tirişmizsaq tema bek çoğ sözdüşidigan o'ttirib qo'yilgan savollarni aytib köp şun qisqa bir javob bilan tirishsaq mushu aldı bilen mushu nikah masalalarida albatta bo'lib masalan Turkiyaga qaraydigan bo'lsaqmi mushu yaqinqi yillardan buyon iqtisod masala u bu Uyg'urlarimiz shuncha ko'p yashayotgan bir davlat bo'lishiga qaramasdan yoshlarimizningki to'y qilish masalasida nurg'un kechikib ketishlar yoki qilgan bo'lsin qisqa vaqt ichida yana shu iqtisodiy masalalar sababli ajrashish masalalarini o'tirib chiqayotganligini anglab turibmiz. Shu aldidan shu o'ylanish, to'y qilishni osonlashtirish, o'ng'aylashtirishning zarurligi haqida qisqa bir ikki oz gap bilan boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Yani bu o'ng'aylashtirishda her bir qancha jihatdan ayda o'ng'aylashtirishga to'g'ri keladi hamda. Bu to'y qilish rasmiy shu muqaddas bog' degandek haqiqiy cho'ng bir muqaddas bog' bu.
Bu toy qilish degan shunda Alloh taolaning bir mo'jizasiki, Alloh taolo tunmagan kishilarni bir yerga akilish orqali ularni ota-onasidanmi, qarindoshlaridanmi yaqin qilyotadi-da. Boshqalarga aytmagan sirlarini o'ziga aytishadigan shunda qilyotadi. Hatto boshqa millatlarni tuqqanda qilyotadi. Bu nikoh ayda cho'ng bir mo'jiza. Endi mushu ulug' nikoh orqali insonlar baxt saodatlik bo'ladi, insonlar o'zining naslini qoldirib, o'zining nom nishonini davomlashtiradi. Endi mushu nikohlanishda, o'ylanishda nurg'un bir qiyinchiliklarni bo'lib, mushu chet ellarda, muhojatda, diasporada bizningki qarindoshlar nurg'un qiyinchiliklarni tortyotdi. Biri o'ziga loyiq bir keladigan, loyiqni topolmaslik, biri iqtisod yetkazolmaslik, biri shartlarning jiq qo'yilishi. Endi buni ota-onalarning mo elqi shartlarni jiq qo'yib olmasligi, qiz yigitlarning bisi-bisidan talabni ko'p qilmasligi to'yni nihoyat jiq yeniglashtirdi. Endi butun shu muhojiratdagi qarindoshlarningki farzandlarimizga mayli ota-onasi mishada bo'lsin yoki ota-onasi vatanda bo'lsin, aşı qarindoshlarimizga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilish bularningki burchi bor, vazifasi bor. Bu diniy va milliy majburiyat hamda bu. Endi albatta shunday yaxshi niyat bilan qilsa Alloh taolo ularga savob beradi hamda. Endi moddiy jihatdan kuchi pul meli abdan ba iqtisodi ba kishilar moddiy jihatdan yordam qilsa bo'ldi. Agar moddiy jihatdan yordam qilolmaydigan kishilar bo'lsa-mu, hech bo'lmasa yaxshi bir oilaga tunishtirish yoki tavsiya qilish yoki u shu to'y ishlariga ega bo'lib, aniq bir ma'naviy nimasi bo'lib, hamda ma'naviy ota-onasi bo'lib yoki tuqquni bo'lib, ashulga yordam qilish. Endi buningda to'y chiqimini nihoyat bek yenik qilishga to'g'ri keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollarningki eng mehri yenik bo'g'ini, eng barakatli ayol deganda, mehri yenik bo'g'ini, mehri haqqi yenik oz bo'g'ini barakatli ayol degan hamda. Shunga bu shuni har tarafdan yenikletishga to'g'ri keldi. Ammo talabni ota-onalarmi men nihoyat katta to'y qilsam bo'ldi, mashhur hashamatli to'y qilsam bo'ldi demay, mushu ahvol qarab, qarshi tarafning ahvoli qarab ish qilsam, bu qiz yigitmi birisi-birisidan talab qilgan narsani anda jiq talabni qilmasa, masalan o'g'illardan talab qilinadigan narsa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgandek diyonatlik, axloqlik bo'lsa, shu ikkisi yetadi. Endi hozirgi zamonda diyonatlik, axloqlik va ishchan bo'lsa, bir ishi bo'lsa, mayli uning uyi bo'lmasimi, mashinasi bo'lmasimi yoki jiq puli bo'lmasimi, ashuning o'zi yetadi. Uningdan keyin o'g'illarningki bir diplom olgan yoki qori Qur'on bo'lishmi shart emas. Agar bo'lsa texi yaxshi, bo'lmasa biz uni asos qilib olmay, dinini, diyonatini, ishchanligini, tirishchanligini asos qilsak, mushi yetadi ekan hamda. Qizlarni talab qildigini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan ayollarni 4 narsa bilan tanlaydi kishilar. Biri jamoli, biri uningki meli, biri uningki nasabi yoki mansibi hamda. To'rtinchisi dini. Sen diyonatlikni tanlag'in deydi. Shunda qilsang pay topsan deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tavsiyasi. Ayollar nima uchun diyonatlik bo'lish degan bir dona shartni dedi. Chunki ayol haqiqiy diyonatlik bo'lsa, bu savirchan, qanoatlik, itoatlik bo'ldi. Ayol birinchi Allohga itoat qilsa, uning o'zining eriga itoat qilsa, savirchan bo'lsa, qanoatlik bo'lsa, oilani jannatga aylantirdi. Biz mushundoq bir oila tarbiyasini ayt yaxshi bo'lgan, eriga issiq bir tomoq etib, erining ko'nglini xush qila oladigan, bolalarni haqiqiy yaxshi tarbiyalaydigan, munavvar bir ana, mukammal bir jur, bunda bo'la oladigan bir qizlarni, shunda qizlarni izdishi kerakki, uningki diplom olgan yoki professor, doktor bo'lgan, bunda bo'lishi shart emas, qori Qur'on bo'lishi shart emas uningcha. Texi bo'lsa yaxshi, bo'lmasa, shu dindorlik, haqiqiy dindorlik bo'lsa yetadi. Endi bu yerda ko'p kishilar bunda dindor degan gapni bizda faqat shu ibodatni ko'p qilgan odamni, haramga jiq borgan odamni, jiq sadiq qilgan odamni dindor deb bunda tushunadi. Shu dindorlikningki ifodalaridan birisi, hammasi emas. Dindor ekanlikning ifodasidan birisi. Ammo bir yigitda biz buningki tunishtirsa, masalan, o'g'illarni tunishtirsa kishilar 5 vaqt namozi joyida yaxshi bola deydi. Uning engi o'tmaydi. Tamam, 5 vaqt namoz joyida bo'lgani diniy taraf shundami? Dindorlik tarafi. Ammo axloqi qandoq? Va'dasida turamdi. Vaqtga rioya qilamdi. Ishlamchanmi?
yolg'on aytamdi yoki rostchilmi deganga o'xshab ma tarafigami qarab, u tarafim %100 bo'lsa, dindor tarafim %100 bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilgandek bo'ladi endi. Uning ortiqsi texi bo'lsa texi yaxshi. U olim bo'lsa yoki diplomi bo'lsa, qori Qur'on bo'lsa, mayli puli jiq bo'lsin, uyi bo'lsin, uning ustiga u bo'lsa texi yaxshi. Ammo bo'lmasa, ashuningki, shu axloqliq, dindor, tirishchan, ishlamchan bo'lsa, ashi yetadi. Endi bu yerda axloq dinninki maqsadi. Masalan, dinimizning maqsadi bütün ibodatlar bizni, namoz bizni gunohdan to'sudayna, ro'za bizni taqvolikni o'rgatadi, zakot bizga mardlikni o'rgatadi, haj bizniki axloq o'rgatadi, uningki Qur'on o'qish iymonimizni kuchaytiradi. Xo'sh. Demak, bu ibodatlarning hammasi bizni bir ravros durust qilishga xizmat qildi ekan. Endi axloq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in əvətilişinin gayesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan innema bu'ustu li utammima makarimel axloq deydi. Men faqat güzel axloqni to'liqlash uchun əvətildim degan dedi endi. Shunga axloq durust bo'lish bu dindarlikning bir eng cho'ng alomati. Ammo namoz o'qiydi, haramga jiq berib keldi, u odamda axloq bo'lmasa, rostchilik, va'dasida turish, bunda adaletlik, haqqoniylik bo'lmasa, haliqi doktorning dorisini yeb saqaymagan kasalga o'xshashlardi. Ibodatning mevasini bu dunyoda ko'rmagan bo'lamiz-da endi. Shunga ibodat ikki turlik bo'lgan. Biri simvollik ibodat, namoz o'qish, ro'za tutish, haj qilish, Qur'on o'qish, duo qilish deganga o'xshash, mas simvollik ibodat bu bo'lmasa bo'lmaydigan ibodat. Endi muomalaviy ibodat durustlik bilan axloqi markazlashadi ekan. Durustlik bilan axloqi markazlashadi ekan. Ammo simvollik ibodat deganimiz muomalaviy ibodat uchun xizmat qildi ekan. Muomalaviy ibodat dinning maqsadi ekan. Shunda mukammal durust qilmoqchi ekan insonni, ibodat orqali durust qilmoqchi ekan hamda. Shunga biz qiz o'g'illarni talab qilgan vaqtida, mushu dindorlik bilan axloqni talab qilsak, mushu bir qiz bola erini mamnun qila oladigan, bolalarni haqiqiy islomiy, milliy an'anada yaxshi tarbiyalaydigan, oila tarbiyasini yaxshi olgan, onalikni o'rgangan, bunda yaxshi bir qiz bo'lsa, bu necha diplom olgandan, necha qori Qur'on bo'lgandan mau afzal hamda. Onun degan o'g'il bolalarning bu mayli u nim bo'lib ketsin, professor bo'lsin, doktor bo'lsin, qarajim bo'lsin, hojim bo'lsin, oxinim bo'lsin, mollam bo'lsin, shuningda axloq ve dindarlık, haqiqiy dindarlık mavzu, dindarlık durustlik bilan axloq bo'lsa, hammasi besib tushadi. Shunga biz asli shartlar nihoyat az, shartlar nihoyat az. Biz jiq shartni ko'nglimizda qizlarni nihoyat jiq shartlarni qo'yib olib, voy menga o'xsh bunda bo'lish kerak, anda bo'lish kerak deb shunga bu to'y qilishninki poyezni ketkizib qo'ygan ishlar bo'ldi. O'g'il-o'g'ilni tanlab yurib, uni tanlab yurib, chekib yurib, bunda chekib yurtgan gap emas endi bu. Buni bir tavakkul qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan shu prinsip, shu sifat tepilsa, biz uni tavakkul qilamiz, istixor qilamiz, undan qaror qilamiz. Alloh oson qildi. Endi shunga har tarafdan osonlashtirib to'g'ri keldi buni. Tunishtirish jihatdanmi, tunishish jihatdanmi, iqtisodiy jihatdanmi, to'yning chiqimi jihatdanmi, qo'yilgan shartlar jihatdanmi, hamma narsani yenik qilishimiz kerak. Shunda yenik qilgan vaqtida bu yoshlar o'ylanadi. Bo'lmasa biz osmonga qarab, naytib bak yuqori talabni qo'yib olgandan nurg'uncha jur'at qila olmaydi. Shuni yillar o'tib ketdi, oylar o'tib ketdi. Bu ziyon har ikki tarafga bo'ladi endi. Shunga har tarafdan yeniklashtirishga biz shunga muhtoj hozir bu zamonda yoshlarimiz. Haqiqatan yani Allah razı olsun. Haqiqatan bu şu etrafımızda anglayotgan masalalarning ko'pinchisi oxirida sizlar tilga olganmiz. Poyezni qochirib qo'yish degandek. Ham qiz taraf ham o'g'il taraf ko'p anglaydigan ketdi. Bo'lib hamda ba'zi jihatdan o qizni tarbiyalab, cho'ng qilib qilishmi ota-onalarga nisbatan nurg'un nim bo'lgan keyin qizim nim bo'lsin, yaxshi bo'lsin deb yaxshi o'ylagan bilan amaliyotda nurg'un ashundoq oldiga kelgan nurg'unlagan yoshlarniki ya bu sababdan ularni qaytarib o'tib cho'ngib ketgan ahvollarni ko'p anglaymiz hamda. Haqiqatan tuzishga tegishlik masalalarning biri yani bu dinimiz hamda shunda muhim bo'lg'ashqa Rasulimiz ta shu davrdan e'tiboran bu masalalarni shunda ogohlantirgan bo'lsa-mu afsuski hamda. Şu meseleler oturuğa çıkıp oturdu cemiyetimizde. Hem de şu baldur öğünleşinin, toy kılışının ki paydaları hakkında mı? En tecrübelik insanların biri belki mesela.
Tecrübeli olan bir kadın eğlendim. Baldır öğrenişinki her tarafta naticik paydalar var ekan bunun. Birinci, ballarını burun öğrendiğinde burun bula müstakillikning, bunda müstakil turmuşning lezzetini tetiydi ekan. Ve ko'nglini aram topqizadi ekan, nurg'un gunoh ma'siyatni saqlay oladi ekan va mehr muhabbatini bir yerga to'play oladi ekan. Burun öğlense. İkinciden bardır öğlengüçününki niyetini, iffetini ve ahlakını qo'g'dash uchun naydi bak yaxshi ekan. Çünkü insan bilan şeytan bağ. Endi öğleniş yeşideki insanlarda bu adamın şeytanının kuchli bo'lishini hamda. Endi bir tarafdan o'zini kontrol qilish masalasi bor. Şu burunroq öğlenib özününki halal cüptü bilen dünyanın lezzetini tetese onun için nayt yaxşı. Onu bayıldır öğreniş arkalık özüne mesuliyet işçiye etip bir gün olsun burun hayatının mesuliyetini götüreleydiğen çidamlık bir insan buluş için paydalıkken burunrak öğrense. Onu yani baldır öğreniş arkalık burunrak perzent görsen bu perzentlik kırga vaxtı perzentin rahatını göreleydi o. Yani onu demesi mi, köz rahatını kürey demesi mi, köz aldıda perzentinin öğlenip, balları bulap, ayna kılgında közü akıdı kalmaya ketidi o. Şunda yaxşı oldu hem de. Hem ko'nglim naydi to'q bo'ladi. Onunki baldır öğreniş arkalı tensaklığı zor paydalık yani. Hem de bu şu Amerika'da bir üniversitede bir tədqiqat elip beriptim. 127'de boytaqni tekşirip, immunot kuchini tekşiripti. Tekşirgendikin bununki özünün yeşidiki öğlengen, öyle kişilerge seliştiği vaxtıda bununki immunot kuchu intayın aciz çıkan. Öğlengen turmuş kişideki, turmuş kurvatkan kişilerinki, turmuşdaki kişilerinki immunot kuchumu kuchli olgan. Keselden saqlanish kuchli olgan. Ama öğlenmegen, yoki öğlenip ayrılıp gitip, bunda boytaq yaşayan adamlarninki aşu demesimi aciz çıkan. Onunki bu öğleniş arkalık yalğızlıktan ibaret bunda bir psixiki kesellikni qutup. Bazı yalğızlık insanların saran kılvatıda her xil günahlarga elip bardı. Yalğızlıktan ibaret aşnasını qutlay oladi ekan. Onunki nurg'un psixiki kesellikler oldu ekan. Nurg'un psixiki kesellikler, nurg'un psixiki rahatsizliklar bo'ldi ekan. Aşı yalğızlıktan öğlenmey, stressda tit bulup aynan öğlengen keyin ko'ngli aram topadi şoňa. Litaskunu ilayha deydi Allah Taala ayet kerimde şoň. Öğlengen ki şu aile bilen ko'ngli aram topadi. Ko'ngli aram topgan keyin qolgan işlerini, vatanning işlerini oylay alaydı. Milletning işlerini oylay alaydı, dinning xizmetini oylay alaydı. Ama onun ko'ngli xotirjam bo'lmasa bu işini qılamaydı hamda. Ondan keyin baldır öğreniş hayatning qiyinchiliklarini, turmushning besimiga qarshi təsəlli tepişinin ve psixiki cəhətinin rahatlanışının bir yolu. Mesela hem de qimmatchilik deymiz, hayat qiyinlashib ketdi deymiz, nurg'un ishlar hamda. Mushuningda bir kunduzi ishga chiqib, uyga qaytqichilar uchraydigan yo'ldagi trafikdan tortib, aşı nurg'un qiyinchiliklar, binasının bahası o'sib ketganlikdan tortib, nurg'un ish pushuqlar bilan keladi uyga. Kelgandan uyda lip pilladay o'zining go'zal bir oilasida ko'ngli echilib aldı, unutup gidip de. Eğer anda olmasa bu adam şu taladı mı gamkin, öydü mü yanı şu gamkin, ruhlusu mu gamkin. Neme degen yaxşı hem bir cennet hem de cennetke aylandı buldu bir aylanacağım da. Şuna burun öğleniş her taraftan yaxşı, bir gün bolsa burun öğlengeni nayt yaxşı hem de. Hoş. Allah razı olsun. Hem de şu cevaplarını yola çıkıp şu hakikaten belki Türkiye'de bekar his qilishi mumkin. Belki g'arbdagi qarindoshimizga iqtisodiyati balki bo'lmasligi mumkin ham o'sha. Mayli uy ijarasi u bu shu to'y qilganlarmi hattoki shu jon boqolmaslik yoki bolani beqib bo'lolmaslik andisi bilan shunday o'ylab shu farzandlik bo'lmaslik, uni farzand bo'lishni xohlamaslik yoki kechiktirib o'tish degandek bundaq bir pozitsiyada bo'lish u insonniki Allohning Razzaq sifatiga bo'lgan imanında meslevalıqını düşündürümdü ya ki doğru düşünüldüğün bir işim. Endi şu nime? Bu aşı imanın acizleşip ketkendiğin ayında buluşu mümkünce. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve enkihul ayyame minkum ve salihin min ibadikum iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli deydi. Buyuğu yetken oğul kızlarını öğlendirinler. Ola eğer fakir olsa, yoksul olsa, kembag'al olsa,
Allah özünün fəzli onu bayqıl deydi. Kur'an-ı Kerim davatıdır bunu. Əməliyyatdımı? Hər qandaq bir bala toğulsa, özünün rızqı bilan toğulu demdi onu. Allah Teala şu taşının asıdaki çümüllərə, sırtqı çıxanmaydigan çümüllərə rızıq birdigan, dengizning astidagi beliqlarga, layning astidagi kichik ayna qurtlar ashuningga rızıq birdigan, ashunda bo'lgandan keyin hamda albatta uniki rizqini birdi. Lekin biz Allohga tavakkal qilish masalasida hamda men Allohning amrini tutdim. Alloh taolo menga rizq berishga kefil deganni ko'nglimizda bir qanoat qilib etib, uningdagi sababning yo'lini tutsak, har qanday ish biri qalbimizda Allohga tavakkal qilish va hareketimiz bilen aşını şuna aksımını işleşken hamdı. Tevekkül kılıp 30 yılı bulmayı deyindir. Şuna bu öğlenişten keyin ben kembeğil bulap kalamam mı ya kıyınçılık tatıp kalamam mı degende fakat şu üzünün tirişçallığı tayiniş bilen bile Allah Teala'ya tayinip Allah'a tevekkül kılıp Allah buyurdu öğlenişini Allah'ın sünneti Allah buyurdu Allah'ın emri Resulullah'ın sünneti ben bu işini kılvatım Allah bana iyi diyen bir itikat bolsa bizde onun ki şunun layık bir tirişçallık bolsa herkes o toy kılgandan keyin kıyınçılık tartıp kalkan iş hatalı yolga menip ketmesen ısraf kılmasan iqtisatçan bolsan tartıp kalmaydın hemimizin beşiğini ütegilik kalmadı bu mesela biz chet elga chiqmoqda hech qachon pul elib chiqmadik masalan aran chiqdik shundami Xudoy badi o'ylanganki Allah ballarni berdi ballarning berkitini berdi ballarimizni o'qityapmiz masalan kiyim kechigini beryapmiz ya'ni demak hamma odam shundoq hamma odamga Alloh taolo shundoq berdi lekin buni da shu Allohga bo'lgan ishonch Razzaq degan sifatiga iymonimizni bir yengilab Allah'ın emrini kılvatım ben hata iş kılmadım yani. Allah'ın emrini kılgandan keyin Allah bana iyi buldu dep yeterlik sebepni kılış arkalık aynı kılsa biz imanımızı qayta bir yengilip alsak bu işin korkutkan iş emas. Belki bu bereket tepişinin bir yolu. Elbette Allah Teala bereket ata kıldı onunla. Yani bir öğlenip acışıp ketkenlerninki bunda sürüştü kılıp kelsen hem de ularninki bu nikahның muqaddasligini tushunmagan bu insonlar o'yinga o'xshash ko'rgan. Biri mushu ba'zi qiyinchiliklar tatgan bo'lsa, o'zining yo'lida ish qilmagan yoki bu ishlamagan bu inson, yo sabab qilmagan yoki to'g'ri ish qilmagan, Alloh bergan rizqni to'g'ri yo'lga ishlatmagan. Aynan bir yerda chataq chiqmasa, menib turgan mashina buzilib qolmaydi hamda. Yoki suyini biz kam qildik mashinaning, yoki motorning yig'ini almashtirdik, yo bir qanday qildik. Ammo ish joyida bo'lsa, Alloh ko'rsatgan bo'yicha, hayotlik qonuniyati bo'yicha, shariatning qonuni va hayotlikda Alloh taolo qo'yayotgan qonuniyat bo'yicha bo'lsa, bu ish Mağdu keyni ketmeydi, bunun da ziyan çıkmaydı asli. Şu imanımızı küçeytişki doğru keledi. Allah bilen bağlanış, Allah'a yakın buluş. Şu bizge zürür bağlanımdı. Allah razı olsun. Şu ahırkı sözdür, bek mühim söz ki şu. Bulup mavadır mesela, toy kıp bulup acilişip ketkenler. Milletimiz içinde toy kılıştım burun, kız oğal her işkil taraf. Bu bir aile kurmakçı olan insan buluşup bilen yeni bir hayatka kadem basmak. Aldı bilen her ikisi özünün məsuliyyətindən nədən nəyə geçer, hukukunun nədən nəyə geçer. Bunu ayrım, xuddi başqa millətlerde ayrım kurslar içilib, tərbiyelenib məlum bir, hatta ki diplom alğandan keyin anda nikah oxutulduğan yerler var mesela. Nurgun devletlerde, Müslümanlar yaşayotgan devletlerde. Ama milletimizde bu kemçilik bolğandan keyin şu palaq puluq toyuna qıplam, onun keyinden ayıl turmuş uçraygan nurgun adetdeki məsələlərə derhallam kızıqallık bilen ajrışıp ketadigan, taşlayıp etadigan bu meselenin kelip çıkışı aileden ibaret bu mukaddes nikahdan ibaret bu narsaniki haqiqiy haq huquqlarını her iki taraf to'liq tushunmaganligidan kelib chiqib atgan masala. Ulamolar birligida ko'p masalalar shu oila masalalarininki masalalar davomli kelib turdi ekan bu masala shu har xil jadal mojarolar. Shu Shurayhil qozi bilan Fuzayl ibn Iyaz ikkisi do'stkan bular, katta ulamolar ikkilisi-da. Bu bir günü uçuruşup da 20 yıl uçuraşmay bir uçuruşup kalıp vay Fuzayl Şurayh'ten Suraytken Şurayhil qazini qanday ahvalыңыз aşında yakın dostu olğandan turmuşun qanday ötüp buldu ayalının ahvalı qanday ballarının ahvalı qanday da tafsil soğandan keyin men 20 neçe yıllapta öylengili bir qatam ranjishib baqmadik shunday yaxshi o'tyapman degandan ay sen nima deyapsan ba'zi odamlar 20 neçe yil bo'ldi öylengili men do'zaxdek azoblanib o'tman deydi sen bu bir qatam ranjishmadik deysan degandan keyin uning sababi bunda qara men to'y qilgan kunim 2 rakat namoz o'qib
Allah'a dua qilib tursam, ayolimni 2 rakat namoz o'qib dua qilibdi. Dua qilib bulab, ondan keyin ayolim to'xtab turing, sizga mening gapim bor dedi. Sizni men tunimayman. Men sizni tunimaysiz. Siz bilan biz bir uyda o'smadik, yo bir maktabda o'qimadik. Biz tunimaymiz. Sizning nimani yaxshi ko'rayotganligingizni, nimani yomon ko'rayotganligingizni men bilmayman. Meningini siz bilmaysiz. Anda olgan siz ashuni deb bering degandan Ashurayhil qozi 2 dal qog'oz yozib ochib, qozi o'g'il xat yozib usto'gandan o. Ma mening yaxshi ko'radiganlarim, ma yomon ko'radiganlarim deb uning tuqqanlardan falan tuqqanlar aralashsa bo'ldi, falan qo'shnilar aralashsa bo'ldi degan gapni deb berdim. Shuning uchun aşı bo'yicha mangduq deydi. Nimishqa Abi turmuş qurgan adam qarshi tarafning ko'ngliga beqish kerakda. Mening deganim qana durus emas ki. O tarafning degani durus. Masalan, erning bir kun polo o'ygisi kelib qolgan bo'lishi mumkin. Ayolning lag'man etkisi bor. Anda onun qandaqda ikkisi bis-bisga qo'yib bermasa, bir kun lag'man etayli, bir kun polo etayli deganga o'xshash masalancha. Endi kelishib, chiqishib yashash kerak. Endi bo'lama u paloqqa puluqqa to'y qilib tez ajrashib ketganlar qarshi tarafdan bek ko'p narsani kutib ketgan bu. Kutib ketgandan bu degan kutgan narsa %100 chiqmasa, %50-60% bo'lsin bo'ldi, qolgani asta bo'ladi endi u. Anda qilmay, talabni yuqori qo'yganlikdan ashima. Bu menga o'xshash inson. Menga o'xshash inson, menga o'xshash xatolashidi, menga o'xshash ko'ngli bor degan ma'no o'ylamay, ashu turklar bencillik deb qo'ydi, shaxsiyatchilik kuchli ulab ketgandan keyin ikkilisining shaxsiyatchilikni tutgandan keyin bu faqat birlashamaydigan gap. Birisi bo'lsin qo'yib berib, senikiga men berib turay, keyin asta menikiga kelasi degan nima bo'lmaydi. Shunga hikmat yo'q bu ishda. Agar hikmatli bo'lsa, u nayda test to'y qilib uni buzatmaydi kishilar. To'y qilish o'ng'ay emas, nurg'un chiqimlar to'y qilib 1 yilga yetmay ajishib ketdik deb ulamolar birligiga endi da'vo savdolar endi keladi. Sabablarni surishtirib qilsalar, hech bir tutamga chiqmaydigan sabablar, kichik sabablar, intayin oddiy sabablar bilan aydan o'qib ketadi. Bu aniq nikohning muqaddasligini bilmaganlik endi. To'g'ri, haqiqatan. Endi o'shada muhojiratda yashayapmiz, ustozimda. Bu masalamda biz normal bir aslida islomniki nikoh masalasida normal sharoitlarda musulmonlik eng asos talab qilinadigan narsa. Bizdek irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir xalqqa nisbatan vatanda millatimizning qanday quritilayotganligi, Xitoylar bilan majburiy to'y qildirish masalasining har kundagidek ijtimoiy fikr vositida ko'ryapmiz. Shu yaqinda ijtimoiy fikr vositadami bu o'limalarimizga chaqiriq qilingan shaklda bir ilm ahli ve qarindishimiz tarafidan o'tirib qo'yilgan bir masala. Xeyli tarqaldi hamda. Shu Uyg'urlarning yot millat bilan to'y qilishning millatga qilingan bugungi davrda xiyonat hisoblandi bu degan shaklda. Bunga qanday qaraydi? Endi shu shariatning hukmlari, endi shariatning sabit hukmlari o'zgarib turadigan hukmlari deb bayamda. Sabit hukmlari Qur'on hadisda belgilangan zaten sabit masalalar bu. Zaman o'zgarmaydi. Endi ba'zi yangi chiqqan hukmlar, ba'zi masalalar zamonga qarab o'zgardi. Masalan, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning zamonida boshqa ulamolar shunday qilgan, ahli kitobdan, xristian, yahudidan shuni qiz asa bo'ldiganligi to'g'risida Qur'onda oyat bor shunday. Uningga shu zamonda xatarliklikni his qilib, bizningki musulmonlarni azurib ketayotganligini, musulmonlarning o'rnini bizda irib, ana madaniyatni irib ketayotganligini his qilganlikdan man'iy qilgan. Unga boshqadan qarshi chiqmagan. Qur'onda ba'tusi nima ish man'iy qilsan demagan unimicha. Hozirgi paytda masalan biz buni farz darajasi ko'tarsak bo'ldi, o'zining millati bilan o'ylanish farz yoki vojib darajasida deb mushuniga xiloflik qilganlar o'zining diniga, o'zining millatiga yaxshi ish qilmagan bo'ldi deb nima qilsa bulut deb o'ylayman. Nima ishqa desa, bizning hozirgi sharoitimiz isli deganda u bizning vatanda majburiy o'yinlayotdi, tushunami? Majburiy endi. Chet ellarda biz o'z ixtiyori bilan shunday qilyotdi. Bu millatga bo'lgan ziyndan avval o'ziga bo'ldi bu ziyon. Umum millatning bir partisi odam. Masalan, bu Saudiya Arabistonda bizning ko'rgan shu tragediyalarımizda hamda bu 50-yil, 60-yillari vatandan chiqqan odamdan bakchi odam yerlashib ekan. Bir rivayette 100 ming oila deydi, birisi 40 ming deydi, ish qilib aniq bir statistika bo'lmagan. Shu chog'da 40 ming, 100 ming bo'lsa, u odamning bolalari, nevirlari, chevirlari hozir najiqlashib ketaylik. Xo'sh. Ammo o'sha odamlardan u vaqtlarda hamda
ma Uyg'urlarniki yerleşip qolgan Uyg'urlar jiqib olmagandan onun qizini alay desa, chet elga chiqqandan jiqroq boytaq endi erlar o chaqda. Shu iqtisodiy yaxshiroq bo'lganlari Misrlikdan, Yemenlikni o'ylanib ekan. İqtisod nachar bo'lgan Hindiston, Bangladeshni o'ylanib ekan. Meniki dadamning tag'isimi shu Hindistonlikdan o'ylanib ekan. 12 balasi bor. Ular faqat arab bo'lib ketaylik. Achchiqchay degan gapni biladi, uning boshqa bir og'izma gap bilmaydi. Ama şu Saudi Arabistan'da şunçacık Uygur'da mücahid ola. Mücahidler o çıqqanlar, vatan küreş kılgan adamlar. Şunun ballarından hazır 5 tane adamla sana kılmaydı, vatanga hizmet kıldı. 5 çıkmaydı. Bir kanca adam var. Demek, ma vatan milletini unutup gitişti mi? %100 hem de o. Onun dinkin yani bir tragediyalar. Bu adamlar başka milletin öğrengendikin yaşlıkta muhabbetinin küçü bilen birisini hürmet kılıp tuğan bilen küçükün yaşangandikin her biri ayalmı, ermi, üzünün milletini tatıtkan bulap kalıtken. Üzünün milletini sığındıgan, üzünün adamlarını sığındıgan karşı tarafınınki ya irinin ya xotununki cemaatlığı ölçülap kalıtkan. Bunda bir ahval yüz bergendikin bulanın arasında inaklık bozuldu iken o çağda. Hatta balları anıları bilen birleşip öyden çıkırıp atkan adamın bağı. Dadları ülep ketkendikin dadlarının kitaplarını xili alimlarını kitaplarını apırıp bir yer taşıvatkanlı bağı mesela. Kılçı onda hürmet mi yok, nim mi yok. Çünkü ana aşı nime tarafta başka millet boğandikin aşı ana tarafta bulap balla ana tarafta bulap nim kıtken o dada bir mihmanga okşaş bulduken. Bizning kögellerimiz Saudiyada turib 20 neçinin içinde anılgan kögellerimiz. Türkiye'de mi aşının okşaş boğan buluşı mümkün. Mesela Türkiye'de hazır üzümüzün milletinin öylenmey ve yerlik qarindoshlarimizni o'ylangan qarindoshlarimizniki uyga bikim mimanga berib boqqan adam yo'q masalan. Mimangimi chaqirolmaydi shular. Nimishqa? Ular shunchalik uzoqlashib ketganki, endi millatdan shunchalik uzoqlashib ketganki, ular o'zi biladi dardini. Şu an muşularni hammani biz bolalarimizni xotirlatishimiz kerak va o'zimizning millatiningki nihoyatda mehmondo'st, oqko'ngil, yaxshi, bundoq bir kishilar ekanligimizni daim sifatlab bir millatimizning yomon gapini qat'iy qilmaslik kerak. Ba'zi nachar odamlarning gapini bolalarning qishda qat'iy qilmaslik kerak-da. Millatimizni maqtab berish kerak. Undan keyin o'zingning millatini o'ylansan qanchalik yaxshi ekanligini, diniy jihatdami diningga vafo qilganlik bo'lganligini, milliy jihatdami o'zingning millatiga vafo qilganlik bo'lganligini kishigidan tortib tarbiyalab kallasga singdirmasang, boyliqi qari savdo deb hamda ana ketib qolsa kuch yetmaydigan ahvoli bo'lib qoldi. Alloh saqlasin ish qilib. Demak, bizning mayli o'g'illar olsun, mayli qizlarimiz olsun, boshqa bir qarindosh musulmon millatlarga olsun, boshqa millatlar ketib qoldimi, o'shuning tugashgani shu. Chunki biz boshqa millatning narsini tiz qabul qiladigan, o'zimizniki narsini tiz yo'qotadigan bir millatda. Biz boshqalarni cho'ng biladigan, o'zimizni kichik biladigan bir millat bo'lib qolgandan keyin, shu boshqa millatniki bizning noch ko'rinib ketib, o'zimiznikini kichik ko'rganligimiz uchun o'zimizning tarixini, o'zimizning madaniyatini, o'zimizning san'atini, o'zimizning urf-odatini o'rganishga tirishmaymiz. Nimishqa u bo'lmasin bo'lgan deydi. Ammo bizni inson qilgan narsa bizning shu qimmat qarashlarimiz. Bizni haqiqiy Uyg'ur, musulmon qimmatli qilgan narsa bizning qimmat qarashlarimiz. Lekin buni ota-ona tuğmay bolalarning kallasiga singdirib, Uyg'urlarning o'zimizningki qahramonlarimizning noit ulgulik yaxshi odamlarning qissalarini so'zlab berib, hozirgi insonlarni shikoyat qilib kelsa, andaga emas. Çık adamlarımız yaxşı ama bazı naçarlı adamlar onda bulab kaldı deptim kılıç. Yani biri biz Uygurlarda kızlar neymiş ki bu Uygur yigitlerge anca kızıkmaydı o dese bu kızlar ma chet elliklarniki seni yaxşı görmen degan gap naydı belki bir modu bu. Çin köngülden çıksın mı deydi o, ağzının uççunu deydi o, hem de hem adam deydi o. Lekin bizning Uygurlarda biz üzümüzün muhabbetini tilimiz bilen eytanmaydıgan ama mükemmel revişte ifadeleydigan, muamelimiz bilen ve his kıldırdıgan bundaq bir millette biz. Şuna muşu ballarımız ata-anasından nimi bolsa şunaylar kazandı, nimi bolsa şunaylar ata-anası mı vatanda mesela ayal birisini cenidin belki yaxşı görsün, men ayalımni ya erimni yaxşı görmen diyemeydi. Diyeme cüret kılamaydı. Demişka şunda bir cemiyette yaşadık. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sizlar ya Resulullah kimni yaxshi ko'rib, bak yaxshi ko'rlar desa, Oyishani degan. Rasululloh degan. Ya Rasululloh biz erlardan dedi qiz dadasini degan-da. Bu haqiqiy samimiyat, mundaq samimiyat degan dunyoda yo'q bunday samimiyat hamda. Demak, bizda
Ağız arkalık diyenmesek mi? Hele özümüzün haqiqiy muhabbetimiz bilan ifodalaydigan, haqiqiy muhabbetimizni ko'rsatadigan mehr shafqatlik, bunda yaxshi bir millat biz. Endi bizni bu qizlar to'g'ri tushunish kerak ani. Bu yigitlar boshqa millatning bolalariga I love you seni yaxshi ko'raman degan gapni demisimi, lekin ko'ngilda meni ifodalaydi deb meni bilish kerak. Uningkin o'g'illarmi, ya'ni o'g'illarmi o qizlarni haliqi kam so'z yoki endi bundaqiliqi boshqa millatnikidek bundaqiliqi nima emas, endi bunda bak sho'x emas, bunda nimasiga qarab buni bir mehr muhabbat yo'q o'xshaydi, bu uy tutanmaydigan o'xshaydi, andaq emas. Uning oila tarbiyasiga qarash kerak, oila tarbiyasiga, uningki muhitiga, uningki shu axloqiga, diniga qarab ayda nima qilish kerak. Ya'ni biz özümüzün milleti neye baraylı, dünyanın qayerga baraylı, özümüzün milleti yaxşı. Hem de özümüz yaşanğan vaxtıda mı bizge vapa qıldığan, yani özümüzün milleti. Yaşanğan vaxtıda başka milletten toy qılıp, yaşanğan vaxtıda yaxşı ötken adam intayın az hem de, intayın az. Köp aşı yaxşı olmağanın ki tragediyelerini biz anladık. Muşu gapının hemmini balığı düşendirip, biri biz meyada chet elde erkin dünyaya çıkıp vatandagi xalqimizning arzu armonlarimizni unutup qalsak, resmi xiyonatkor bo'lamiz, xiyonat qilgan bo'lamiz. Ashlarning arzu armonlarini amalga oshirish uchun biz mishada o'z millatdan o'ylanib, ballarımızga vatanparvarlikni singdirib, Uyg'urni yaxshi ko'rgan, Uyg'urning xislatlarini, Uyg'urning qimmat qarashlarini o'gitib, ashunda qilsak, biz vatanga xalqimizga vafo qilgan bo'lamiz. Agar bunda chiqib ko'rikni ütib oliblar, men qanday yashasam yashadim, debla Müslüman bolsam bolduğu, dinimden tutsam bolduğu deb yaşagan bilen bu bulmaydı. Nimişka bir Müslümanın hazırki vakitte bizge Müslümanlıktan başka özümüzün milli mevcutluğumuzu saklap kalışını ibaret mecburiyet bizge koşuluğluğandı. Allah Teala her zamanda bendilerini her nesli imtihan kıldı. Bizim imtihanımız muşu buluşu mümkün hazır. Yani bunun ona yolunu kılıver, belki günahını kılıverip, belki herhangi berip $500 gibi biltelip kilip berip ömür kılıp günahını paklanıp geldim diyenge okşaş Allah Teala'nın aldığı olmaydı da. Şunun da biz milletinin üstüge biri dinimizni qoğdaş, Müslümanca yaşaş, biri özümüzün mevcutluğunu qoğdap, vatandagi tuqqanlarımızga, ata-anamızga aşı güzel, aşı bağır ısık vatanga vapa qilishın, aşının davasını tuş için bizning varislarımız bulduğan ballarımızı yetiştiriş için biz özümüzün milletini öğrenişimiz gerek. Özümüzün milletinin öğrengen vaxtıda aşında varislarını, aynı cengivar aşılarını yetiştirgül buldu. Eğer anda bolmagan çağda biz hazır qarab bakaylı kim yetiştirelaptı, kim aynı kılalaptı, başkalarının öğrengenler qanda kılalaptı. Aşının qarablı bilgili. Allah razı olsun. Köp rahmet. Bir şey tüyteydi. Hakikaten ayette tefsiri güzel söylep böyle. Kadirli görmelerimiz şuna kalıp bugünkü sahnımızı müşahede ahırlaştıraydı. Etkal bir kaç gün kalgan şundaq güzel vaxtlarda güzel bir tavsiyeler oldu inşallah. Başlanış bilen toylarımız yenidən başlanıp getiş mümkün. Rabbimiz milletimiz için hayırlı verişini ümit kılımız. Allah ömür verse ayetiki sahnımızda başka bir temada görüşükçe. Amma bu gayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء